Bugun Urumchidagi bizning laboratoriya maxsus do'konda billa misha do'konni ko'gil kirib tursam bir onamiz dematlik bir adimiz kiribdi. O'g'lim Norvegiya deydi. Shu laboratoriyaniki beliq meni aşağıdan elib ichpa. Chunki ular Norvegiyadagi Ipex'ninki maslahat shu materialni ishlatibdi. Bu Norvegiyadami asosan shu biz Shinjongda asal yeganga o'xshash. Kunda masalan asal iste'mol qilish odati bek kuchli. Şunga shunga o'xshash bu taraflarda tomoqlarga azroqdan beliq maylarini aralashtirib etib yoki o'zi yeb mushtaq davomli iste'mol qiladi. Uning ustiga Ipex degan bu zavod shirkatni men bilaman. Material haqiqatan yaxshi. Endi avarulab boshqa yerninkini akaldirdik yoki mansabladim deb tushunmay, shu laboratoriyaga ishlasam bo'ldi-kin deb kiribdiki o'zim shunday qo'shib qoldim. Shu munosabat bilan beliq meni yana bir film orqali turdashlarga tushuntirib qo'yishni to'g'ri topdim. Haqiqatan do'stlar bizning davlat engaldiği vaqtimizda davlatninki aloqador masalan jami yoki o'janjuning turbatlariga chiqib pivinimizni tashviga vaqtinglarda aniq Norway Ipex'ninki materialni Norwayninki yuyosi ishlatgan deb chiqirliq. Nurg'un pivinlarda va yoki beliq maylarda bo'lsa yuyo deb yoziliq. Ya'ni beliq mi ishlatganimiz beliq mi deb bu beliq meniki naniki qandoq deganda umumiy atalg'i beliq mi deb atalgan bilan buningdagi aniqsizlar intayin ko'p. Ya'ni qaysi material, naning materiali, qandaq material deganga o'xshash, undaqlarga aniq angaldigan yo'q. Biznikida Norwegian ko'yiyo deb shu turbatlardim aniq bor. Undan boshqa Oral qilib qaraydigan bo'lsakmi, bizniki 1 tilla 1 gram keldi, 2 tilla 2 gram. Ya'ni 2 tallang tarkibida 2000 milligram Norwegian ko'yiyo deb, ya'ni to'liq holatda sammasi Norvegiya ishlatgan deb qopqa yizig'liq do'stlar. Bunda biz xohlagancha yozalaydigan ish emas, xohlagancha deyalaydigan ish emas. Endi bu beliq meniki Oral qilibning sirtda qaraydigan bo'lsanglarmi, qo'shimcha qandik mayni tushirish roli bor deb aniq yozilganlik uchun biz shu qandik mayga foydasi bor deb tashviq qila olamiz. Bo'lmasa, undaq tashviq qilishmi xato ish. Ammo Oral qilib shunday yozilgan, pivinda shunday yozilgan. Nice.